Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Evergreen yo'nalishlardan biri bo'lgan ajoyib bitta sun'iy intellekt orqali tayyorlangan ajoyib yo'nalish haqida gapirib chiqamiz. Bu yo'nalishlarimizdan biri masalan Asmon Bookbank yo'nalishi bo'ladi. Har xil ovqat yeydigan odamlar o'zini videoga olib joylashadi. Agar sharoit bo'lsa, sizdan professional kameralar bilan, mikrofonlar bilan har kuni shu ovqatlarni qilib yeb berishingiz mumkin bo'ladi. Lekin biz shuni AI orqali tayyorlashni o'rganamiz. Xuddi shunaqa. Endi bu ham original hayotda tayyorlangan Roblox ekan bu o'yindan. Endi biz buni AI orqali tayyorlashni o'rganamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Buning uchun bizga ChatGPT, keyin bitta sun'iy intellekt, shuni bitta screenshot qo'yib olamiz. Screenshot qo'yganimizdan keyin biz ChatGPT degan sun'iy intellektimiz bor, hamma biladi. Shayga o'tib olamiz va qilgan screenshotimizni mana bu yerdan copy qilib olamiz. Copy qo'yganimizdan keyin yoki saqlab olganimizdan keyin ChatGPTga tashlaymiz. Shunday deb yozib olganinglardan keyin bu sizga rasmni analiz qilib berishni boshlaydi va sizlarga yozishni boshlayman. Ultra realistic intro bor, noodles lift shift, force bite bor, keyin giant chicken, cheese pull bor, chicken bite bor va bu yerdan xohlaganinglarcha qilib olasizlar. Men hozir 2 donasini qilib, 2 yoki 3 tasini qilib ko'rsatib beraman. Bitta masalan copyright qilib olamiz. Bu yerdan Google Videos degan IA bor. Qidirsanglar chiqadi, topa olmasanglar Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalida shu videoni yoki kanalni biosini topishingiz mumkin bo'ladi. Bitta signature qo'yganimizdan keyin Gmailimizni so'raydi. Gmail orqali kirib olishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan hop do'stlar, bizda mana video degani bor. Video kirasizlar va bu yerdan mana bu OpenCT video degan bor. Shuni tashlaysizlar. Bu sajjasi nolya bor. Bu tekst orqali mana bu yerda rasmni animatsiya qiluvchi joy bor. Horizontalni bor, bu yerda vertikalni qo'yishlar bo'ladi. Hoshiga qarab va signalni qilasizlar. O'zi boshlaydi. Yaxshi, juda ham tez qiladi. Bungacha biz ikkinchi promptimizni olib turishimiz kerak bo'ladi. Hozir intro o'yinimizni qilib beradi va hozir bizdan keyin mana bu qanaqadir ovqat ko'tarish variantini qilamiz. Do'stlar, bizda mana bitta videomiz tayyor bo'ldi. Endi buni nima qilamiz? Shuni ustiga olib borsak, bitta desak, mana bu yerda paydo bo'lib qoladi va bu yerda stavitni bosamiz. Stavitni bossak, bu yerda timeline o'tkazib yuboradi va bitta videoni ko'radigan bo'lsak, mana juda ham professional tarzda chiqarilgan va shunday qilib har haftada 2 yoki 3 ta 20 minutlik, 25 minutlik videolarni tayyorlagan holda bemalol ishlasanglar bo'ladi. Stavitni o'chirib qilamiz va mana уже tayyor. Уже bir oltinayotgan ekan. Hop, sizlar bilan Johirbek bo'ldi. Telegram kanaliga va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.